Assalomu alaykum. Bugun biz avtomobil garovi evaziga kredit arizasini rasmiylashtirish uchun qanday qilib avtomobilni to'g'ri suratga olish kerakligini gapirib beramiz. Ariza berish jarayoni tekis va kechikishlarsiz o'tishi uchun tavsiyalarimizga rioya qiling. Avtomobildan boshlaymiz. Avtomobilni 4 tomondan suratga olishingiz zarur. Oldindan, orqadan va yon taraflardan. Avtomobil to'liq ko'rinmagan, yorug'lik yaxshi bo'lmagan yoki boshqa buyumlar bilan to'sib qolingan rasmlar to'g'ri kelmaydi. To'g'ri suratlar mana bunday bo'ladi. Avtomobil to'liq ko'rinyapti. Yorug'lik yaxshi. Endi texpasportga o'tamiz. Texpasportning barcha varaqlari, ayniqsa VIN kodli sahifasini tiniq rasmga olinishi zarur. Texpasportning to'liq bo'lmagan yoki xira rasmlariga yo'l qo'ymang. To'g'ri rasmlar mana bunday ko'rinishga ega bo'lishi lozim. Tiniq va to'liq. Va nihoyat bosib o'tilgan masofa miqdori. Avtomobilning joriy bosib o'tilgan masofalari soni aniq ko'rinayotgan spidometrni tiniq rasmga oling. Xira yoki spidometr to'silib qolingan rasmlar to'g'ri kelmaydi. Spidometrning to'g'ri rasmi tiniq va yaxshi o'qiladigan bo'lishi lozim. Ushbu tavsiyalarga amal qilgan holda siz qiyinchiliklarsiz mikrokredit arizasini rasmiylashtirishingiz mumkin.